Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarga Zargarlik mahallasi, shu to'g'riga Samo to'yxonasi sal ag'roqqa. Mana ko'chadan kirib kelishga, mana ko'ryapsizlar, uy juda zo'r qurilgan, ideal, sotaman deb qilinmagan. Taglari podushkalar olmish qilingan. Betonning o'zi fundament 1.30 qo'yilgan. Undan tashqari mana ikki qavat blog'ish terib, keyin uy ko'tarilgan. O'zi ichkarisini o'zlaring ko'rasizlar. Sotaman deb qilinmagan. Mana tomam uchigacha 11 metr ko'tarib yopilgan, issiq bo'lmasin, issiqlik yaqin bo'lmasin deb tunka bilan yopilgan. Mana hamma narsasi mana qoida bo'yicha qilingan, ko'rib turibsizlar. 3 faza tok tushgan alohida. Bemalol bir nimalar stanok shu 3 faza tok kerak bo'lsa muammosi yo'q. Mana bu yoqqa mana vodoprovod kelgan. Suv, svet umuman muammosiz bag'la obod mahallaga kirgan. Asfaltdan bo'lish kerak. Yaqin araga endi shu yil bo'ladimi? Bu narsalar hammasi chiqib ketayotgan narsalar, vaqtincha turibdi. Mana patologni ko'rishlari mumkin. Balandligi ham anchagina. Hovli 5 sotiq. Mana kirishdan darvozaxona. Endi bag'la barib ko'tariladi, stashka qilib. Mana ko'rishlari mumkin. Trubalardan ustun qilib ko'tarilgan darvozaxona. Bu tomoni ham, proyekti ham juda yaxshi o'ylab qilingan. Mana birinchisi mana bu zal. Bu tomon katta holda, keyin ichkariga spalniyalar qilingan. Mana bu oxiridan bitta olinki, mana bu oshxona, tagi podval, 7 ga 4. Mana eng oxirgisi hammom, tualet, kotelniya qilingan. Faqat mana o'rtaga fundament ham qo'yilgan, faqat devor qilib ko'tarib olish kerak hamsiya bilan. Mana patologni ham ko'ryapsizlar, anchagina joy. Mehnat ham yaxshi bo'lgan, pul ham normalniy sarflangan. Qiziq joyi o'sha sarflangan pulga mo'ljallab sotilyapti. Bunaqa foyda qilish uchun bir nima emas, pul boshqa joyga pul ishlatish kerak bo'lib turibdi, shu uchun sotilyapti. Uyni ham ko'rishlaring mumkin, hali ancha to'ldiriladi, balandligi ham normalniy, kattagina. Ko'cha tomonga qaragan bu uy, zal, hovli. Mana bu yerdan zina qilingan, asosiy kirish. Mana bu fasad qismi polniy, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, panoramniy qilaman deb katta qoldirilgan. Eshik, derazalar o'rni hozirgi stilga eshik bo'ladi, yon atrof polniy oyna bo'ladi, ochiladigan derazalar bo'ladi. Mana bu tomonlar yotoqxonalar qilingan. Mana bu katta hol. Mana bunisi bitta xona. Mana bu sanuzelga mo'ljallab pishig'ishdan qilingan. Shu yotoqxonalar uchun sanuzel, tualet, dush qilish mumkin. Mana bu tomonga yana ikkita xona, bu tomonga ikkita xona. Obshi mana shu joyda bo'lsa 4 ta xona. Mana bu ham ko'cha tomonga qaragan. Uyni balandligi juda zo'r ko'tarilgan ekan. Ichkarilari mana loy shuvoq bilan shuvalgan. Ichki tomoni xomg'ish, tashqi tomoni pishig'ishdan bo'lgan. Mana bu ham ko'cha tomonga qaragan spalniya. Havo aylanishi yaxshi uyda ichiga. Mana bunisi ham spalniya. O'rtaga shu sanuzel uchun joy qoldirilgan. Bunisi ham bitta xona. Spalniya, detskiy, xohishga qarab. Mana bu oshxona. Tagiga plita qilingan, tagi podval. Oshxona oldi ham panoramniy qilingan, lekin mana bu yoqqa stol adashib terib qo'ygan ekan. Buni olib tashlanadi-da. Katta qilib panoramniy qilinadi.
Montaj ishlari ham qilingan ekan. Mana toklar kelgan. Tepaga mana buyoqdan cherdakka chiqadigan joy ham qoldirilgan ekan. Montaj polni bo'lmagan ekan, faqat oshxonaga kelgan ekan. Simlar mana. Mana bu tomonga ham firma qo'yib, baquvvat qilib qilingan, yopilgan usti. Mana bu oshxonaning tagi podval, polni mana shunaqa. Mana bu hammom, tualet, kotelniya qilingan, tepasiga uni yonkislar qo'yishga joy qilingan. Mana bu yoqqa hovuz uchun mo'ljallanganmi? Fundament qo'yilgan ekan. Mana shu tomonning arkasiga fundament bu devor qilib ko'tariladi. Mana bu tomondan ko'rinishi общий. Uyda narxi 46 ming qilib belgilandi. Endi uylarni ko'rib yurgan odamlar menimcha tushunsa kerak, narxi unaqa qimmat qo'yilgani yo'q. Olib qolganini davom ettirishga idealniy variant. Joyi ham yaxshi, tinch, shovqin yo'q. Uyda faqat отделка ishlari qolgan. Eshik, deraza, pol, patolok remont qilish kerak. Shunaqa ozgina ishi bo'lsa ham arzonroq bo'lsa deganlarga tashlab qo'yasizlar. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Hujjatlari joyiga, bir kunga nomlaringni o'tkazib beradigan variant. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Podpisatsiya qilib, like bosib, YouTube'ga qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bundan keyin chiqarayotgan uylarimiz o'zi chiqib turadi sizlarga. O'tkazib yubormaysizlar. Telefon qilinglar, gaplashamiz.